Hammaga salom. Bugun sizlarga Faberlik badlari haqida aytib bermoqchiman. Birinchi badimiz D3 va K2 kompleksi. Bu kompleks nimalarga foyda? Birinchi o'rinda suyaklar va tishlarni mustahkamlab beradi, yemirilishni oldini oladi. Yurak-qon tomir tizimimizni mustahkamlab, qo'llab-quvvatlaydi. Mushaklar funksiyasini yaxshilaydi. Kalsiyni so'rilishiga judayam zo'r yordam beradi va to'g'ri yo'naltirib beradi. Keyingi badimiz mioinozidol badimiz. Bu badimiz ayollardagi gormonal muvozanatni buzilishlarini muvozanatlashtirishga yordam beradi va qo'llab-quvvatlaydi. Homiladorlikka tayyorlaydi, hayz siklini tartibga soladi. Umumiy salomatlikka judayam foydali bad. Undan keyingi kompleksimiz esa ayollar uchun multivitamin kompleksi. Bu kompleks organizmga qanday yordam beradi? Organizmimizni kompleksli qo'llab-quvvatlaydi. Immunitetimizni mustahkamlaydi, gormonal balansni qo'llab-quvvatlaydi, energiya beradi, tetiklik beradi. Undan tashqari bu badimiz ichida vitaminlar guruhidan A, B guruhi to'liq va C, D3 va E, K2 vitaminlari mavjud.